Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Gavharaningiz nima qilganini ko'rsatchi. To'q, vermikulit, karpish torp, chips torp, perlit, asmakot, vermikulit hammasidan ko'rib tuproq sepdim. İnamından sepdim. İnamın ham sepdim. Bu muşkember gülü tüveke ekecekmen. Çünkü ben sizlere aytganman. Tüveke ekip keyin yere ekemen. Kuzda alganda hiç vez bo'lmaydi shunda deganman. Düşünün tuproq sepib buni yine tüveke ekib o'tiribman o'rtoqlar. Xudo xohlasa tashqariga yer ekkanimni ko'rsataman. Bir dona kamquvvat, bir dona mishkemberi tüveke ektim. Shuni ajoyib tuproq bilan ichine karnevin solib. Xudo xohlasa sizlarga tashqaridan chetib ekkanimni ko'rsataman. Yine o'rtoqlar, hozir men chokolakini kazdim, sizlarga ko'rsataman. Bir dona kamquvvat, bir dona mishkember, bir dona kamquvvat shetib ekchikmayne. Nesini ektim qaranglayni. Shuni yere o'rnatasiz. Keyin tuprog'ini tashiysiz. Yaxshilab tashiysiz. Bu meni yordamchi qizim. Shegirdim. Xudo xohlasa guzakda alasizdan tuvakini yaxshilab yuvib qo'yaverasiz. Hozir menga endi ushatib suv beramiz, keyin suvarmaganman. Ekib qo'yaverganman kuvri. Ushattirib hammasi ushatib ekiladi. Ben suv beriladi. Hamma ishga ekkan gullarimi ushatib ekaman. Guzakda strese tushmaydi o'rtoqlar. Hoşura oladu. Xudo xohlasa guzakda alganimni ko'rsataman sizlarga, sog'lik bo'lsa. Yine tuvaki bilan ekdim, endi suvaraman. Kommentariyga ko'p odam yozibdi, gavarana tuvaki bilan ekaman, ishatib ekarsiz. Shuni bir ko'rsating deb yozibdilar. Vaqtim bo'lmayveradi shuni ko'rsatishga. Xudo xohlasa bugun azon bilan ertalab 7dan yana o'tdimi, 7 bo'ldimi, hali bo'lmadimi? Soatga qaramadim. Xudo xohlasa mishkember gül bilan kamquvvat gulini yere ekib o'tirman shu etib. Hozir kamquvvat ekdim, endi mishkembere nevereme yer kevelatib qo'yibman. Qarang. Xudo xohlasa uni ham shu yerga ekaman. Keyin bir dona suv beraman bo'lgani, boshqa hech narsa yo'q. Hozir men sizlarga boshqa tuvaklarimni ko'rsataman, ichatib ekkanimni. Ina qarang. Bu geran gülü. Katta gül shoxlarini qirqib yonboshlarini yere tiqib qo'yibman. Bular katta bo'lgan so'ng tuvak olaveraman. Buni tuvagi bilan qo'yibman o'rtoqlar. Yüzde hech narsa bo'lmaydi. Shu durishda girib yana o'zine gelib ketaveradi. Xudo xohlasa shu beginuvlar gullar ham shetganman. Ana katta tuvaka erbahorda ekkanman bularni. Ina Xudo xohlasa alganda domorish katta tuvaka dolib turadi, olib tuvakini yuvib uya kirgizib qo'yarasiz. Hech qanday bergam tushmaydi, hech qanday hech nima bo'lmaydi. Katta bo'lib ketaveradi. Ko'p gul ekib qo'yibman ana. Bu ham tuvaki bilan ekilgan. Beginuvlar guli. Bu geran tuvaki bilan ekilgan. Kamida 40 tuvak guli ekib qo'yibman tuvaki bilan. Kamilalari o'zini ekib qo'yibman. Chunki yerda qoladi qishindan. Qish oyida uya olasizmi? Meni savolima javob bermadingiz degan ekansizlar. Yo'q, qish oyida mushada duradi. Hozir yana soya uchun setka tutilgan. Qish oyini o'shan tarafini ozgina penov uchun kilonka qo'yamiz. Boshqa hech narsa bo'lmaydi, xudo xohlasa. Ko'p vaqtlarda yana shu savollarni berib turadingizlar, qo'lim değmey yuradi. Hozir xudo xohlasa ekishimni ko'rsatdim, meni avvalgi ekkanlarimni ham ko'rsatdim. Hech qaysinizning so'zingiz yerda qolmaydi o'rtoqlar. Shuning uchun bir dona like, kommentariyaga fikrlaringizni yozib qo'yinglar. Devaranangiz qo'li degan vaqt sizlarga javob beradi. Hammangiz e'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammangizni yaxshi ko'raman.